Andijon Navbahor. O'zimga ekana. Navbat. Xo'p, bu o'yinda Andijon o'yindan oldin Oston O'runovni menimcha shu yaqin soatlarda tanishtirishsa kerak rasmiy tarzda va undan oldin mana 2 kundan beri adashmayotgan bo'lsam, Oston O'runov Andijonga o'tdi degan xabarlar chiqib kelmoqda. Endi baribir rasmiy tarzda e'lon qilinmagani uchun bu norasmiy bo'ladi, lekin ular o'z-o'zidan chiqib kelmayapti. Mashg'ulotlarda ko'rish berdi. Hamma endi mashg'ulotlarda ko'rilgan. Lekin bitta tomoni bor. Bu o'yinga qadar Oston ro'yxatdan o'tkaziladimi yo'qmi? Shu tomonni ko'rilsa kerak. Balki o'yin ertagada o'zi. Balki harakat allaqachon boshlangan, ertaga tushishi mumkin. Balki bilmadim. Lekin bitta tomoni bor. Oston O'runov Erondagi vaziyat sabab ancha vaqtdan beri futbol o'ynamayapti va uni jismoniy holati qay darajada tayyor bo'ladi. Shu tomonlari ham bor. Shundan kelib chiqadigan bo'lsak va Andijonning oxir paytlardagi natijalardan keladigan bo'lsak, menimcha Navbahorning biroz ustunligi bor. 55 ga 45. Biroz. Lekin bitta yana mana bu fikrga qarama-qarshi faktor ham bor. Bu ikkala jamoaning oxirgi paytdagi o'yinlarda mezbon rol o'ynab qo'yyapti. Shu tomoni bor. O'yin endi Andijonda-ku, Sog'lom avlod Bobur Arena hozir o'zgartirilgan. Bobur Arenada muxlislarning o'zaro raqobati, chiroyli raqobati albatta va bu maydonga ham ko'chib ketyapti. Oxirgi paytlarda bu jamoaning oxirgi 3-4 yildagi harakatlari shu boisdan ham ikkilanib ham qoldim aslida. To'g'risi. Lekin mayli, birinchi aytgan fikrimda qolay. Navbahorning juda ham kichik fakt bilan bu fakt murabbiylarni o'zaro darajasidagi farq bilan izohlagan bo'lardi. Va bitta narsa o'sha o'yindan oldin gaplashganimizda shu bitta faktga ko'zim tushib qoldi. Adashmasam, Samvel Babayan Andijondan Navbahor jamoasidan ketishi o'sha Andijonga qarshi o'yindan keyin bo'lgandi. Mag'lubiyatga uchradi. 3-0 adashmasam. 3-0 hisobda. Va gollarning biri ham qaychi uslubida kiritilgan, juda ham dahshat. Uni mana agarda mana shu menimcha bu mag'lub agar bu uyda ham agar Andijon jamoasi mag'lubiyatga uchraydigan bo'lsa, menimcha Samvel Babayanning shu kursi yaxshigina qimirlab qolsa kerak. Chunki menimcha kutilganda ancha pastda boshlandi, chunki to'g'ri birinchi turdagi o'sha So'g'diyon ustidan qozonilgan yirik mag'lubiyatdan keyin jamoa o'sha deyarli kutilgan natijalarni bermayapti-da. Yo'q, aslida kursi qimirlagani o'sha 3 turlardan keyin o'yinlar futbol jamoa natijasida emas, jamoani futbolchilarning harakatidan uni sezilib qolgandi. Lekin hozir menimcha baribir Andijon klub rahbariyati Samvel Babayanni bo'shatib yuborish haqida o'ylamaydi. Nega? Chunki bu murabbiyga ishonib katta reja qilindi, katta byudjet ajratildi va faqatgina bitta tomoni bor. Samvel Babayan o'zi ko'zlagan futbolchini ola olmadi. Buni sababi bo'sh futbolchi yo'q edi, ya'ni unga kerak bo'lgan futbolchilar hammasi shartnomasi bor. Va endi mana sekin-sekin oldi mavsum transfer oynasi yakunlanishiga yaqin masalan Cheran, Aziz Turg'unboyevlar keldi va mana endi Ostonni olib kelgan. Oston baribir terma jamoaning futbolchisi va katta nom bo'lgandan keyin yana menimcha birinchi davraning oxirigacha hech qanaqa bosimsiz klub rahbariyati tomonidan unga imkoniyat beriladi va undan keyin sekin-sekin qanaqadir shartlar qo'yilishi mumkin agarda natijalar o'nglanmasa. Va Navbahor jamoasida ham adashmasam yangilik desa ham bo'ladi. O'sha Muhammad Alg'iyosov adashmasam Andijonga qarshi o'yinda qaytadi safga, chunki ikkitami turni o'tkazib yubordi u. Obimizda san aytdi imkoniyatlarni. Imkoniyatlarga keladigan bo'lsak 45 ga 55 Navbahor foydasiga bu o'yinda. Kichik ustunlik favorit Navbahor jamoasi. Kayfiyat va hozirgi holatdan kelib chiqqan holat. Bo'pti, rang-barangli bo'lsin. Men Andijonning imkoniyatlarini yuqoriroq baholayman va durang. Hozir. Andijonda besiga aytgan bitta faktor bor, maydon egasi faktori bor. Bu narsa ta'sir qiladi. Navbahor jamoasida baribir asosiy rollarni yangi kelganlar olishgan hozir jamoada. Jiyanov bor eskilardan. Va baribir qiyin bo'ladi Ultrasga qarshi. Deyarli Andijon jamoasini o'z uyida o'tirgan o'yinlarning 30-40% bemalol muxlislarning bo'yniga ham ilsa bo'ladi g'alabalarini. Va Andijon shunaqa holatdaki, yil boshida aytilgan gaplarni ko'tarib olish kerak. Ya'ni ko'tarib isbotlab oladigan joyi kelyapti va bu bo'lib ham Namangan jamoasi kelyapti. Bu eski Sunderland, Newcastle qarama-qarshiligi bor Angliyadagi, Arsenal, Tottenhamdan ham dahshatliroq hisoblanadi. Bu shunaqa qarama-qarshilik, ya'ni qon to'kiladigan qarama-qarshilik.
bu O'zbekiston Kubogi finallarida o'ynalgan o'yinlar. Shuning uchun maydon egasi faktori sifatida 55-45 Andijon imkoniyatlarini yuqori baholayman. O'tgan mavsumda adashmasam oxirgi o'yinda Jiyanov gol evaziga Navbahor g'alaba qozonib ketgan. Dahshat o'yin bo'lgan. Dahshat o'yin o'shanda ishlaganman, zo'r o'yin bo'lgan. Bularda o'zi bu jamoalar o'ynasa oddiy o'yin bo'lmaydi. Jiyanov bo'lsa, Samvel Babayanni Navbahordagi oxirgi o'yinida Andijon yutgandi va finalda Andijon yutgan. Lekin unga qadar bu jamoaning o'yini Andijonda bo'ladi, Namanganda bo'ladimi? Durang. Shunaqa hol 2-2 ham zo'r bo'lganda Namangandagi o'yin. Adashmasam Xayrullo aka sharhlaganmidi esimda-yu. Shunaqa bu jamoaning oxirgi 5 yilligini qarasak, bir-biriga har tomonlama muxlislar tomonlama ham, jamoani e'tibor har tomonlama mos bo'lgan raqobat beryapti. Bitta tomoni bor, men nima uchun Andijonda biroz imkoniyat yuqori deganimni tahlillan qilib beraman. Navbahor baribir ochiq futbol o'ynaydi. Timur Kapadze jamoalari himoyadan o'ynay olmaydi. U shunaqa hujumkor zamonaviy futbol o'ynaydi. Samvel Babayanga bunaqa jamoalar bilan o'ynash ko'p holatlarda osonroq bo'ladi nisbatan. Himoyada turib o'ynaydigan jamoalarga nisbatan. Shu faktor ham bor. Andijon to'pni berib kutib o'ynashi mumkin Navbahorni va qarshi hujumlarga suyanishi mumkin. Navbahor agar birinchi bo'lib gol uradigan bo'lsa va mahkam ushasa, o'yin yirik Navbahor ham tomonga o'tib ketib qolishi mumkin. Ya'ni bu shunaqa narsaki, hamma o'zining kuchli narsasi bilan kelyapti, o'rtaga tashlaydi va kim o'zining qo'lidagi kuchli qurolidan yaxshiroq foydalansa, yutib ketadi. Shuning uchun men Andijonni o'sha ikkita narsa ko'ryapman. Himoyadan o'ynashi Navbahor nisbatan qulayroq raqib bo'ladi. Ikkinchisi maydon egasi faktor. O'zi bu turga qaraydigan bo'lsak, o'sha vodiydagi futbol desa ham bo'ladi. Bu tur chunki o'zi vodiyga borib yurib keladigan joy. Shunaqa chunki 7-da erta Andijon bilan Navbahor o'yini. 8-da Qo'qonda Nasaf bilan. 9-da endi klassiko desert. U вообще anaqa 3 kun borib ishlab keladigan tur ekanda. Bu turda o'zi aslida biz hammamiz pul yig'ib oybekazon jo'natyapmiz. O'zi mavsum boshida haligi Vodiy klublari kuchayganidan haligi gap so'zlar ham olib ketdi-yu. Bu yil Vodiydan bitta uy olib qo'yish kerak. Chempionat asosan shu yoqda bo'ladi, raqobat. Kameralarni olib borib qo'yishdi. Eng zo'rlari. Ya'ni eng zo'rlarini olib borib qo'yishdi. SHPTS har xil nimalar hozir Vodiyda. No mayli. Lekin bitta sizni fikringizga qarama-qarshi fikr ham bor. Samvel Babayan jamoalari o'sha hujumkor futbol o'ynaydigan jamoalarga qarshi yaxshiroq harakat qilishi mumkin dedingiz-ku. Samvel Babayan Navbahordagi paytida Navbahorda undan hozirgi Andijonda tuzgan tarkibidan kuchliroq tuzgan va u ikkinchi raqam ostida ko'p hollarda o'ynaganida yuta olmagan. Shu tomoni ham bor. Bu yerda menimcha murabbiylar faktori katta sahnaga chiqsa kerak va ularni chiqargan qarorlari rol o'ynab va qaysi tomonga g'alabani taqdim etsa kerak. Lekin qiziq o'yin bo'ladi. Yo'q, bu shubhasiz. Masalan, oddiy mana bu faktorga ham qaraydigan bo'lsak, o'sha murabbiylarni o'zini olib kelgan futbolchilarni o'ynatish borasida ham hozir Timur Kapadzeda ustunroqda, chunki to'g'ri ikkala jamoa ham ko'plab futbolchilar keldi-da. O'sha olib kelgan futbolchilardan foydalanish borasida ham menimcha Timur Kapadze yaxshiroq foydalanyapti. Ya'ni o'zi o'sha jamoaga taklif qildi va o'shandan yaxshiroq foydalanish borasida ham Kapadzeda ustunlikda. Shunga qaraydigan bo'lsak ham. Lekin agar parallel bo'lib qolganda Navbahor Andijon va Neftchi Paxtakor bir payt qo'yib qo'yishganda agar men katta gapirmayman, shu o'yinni ko'rgan bo'lardim. Chunki bundan ko'proq narsa kutyapman. Yo, bunda mana bunaqa narsada. Bunda o'yin Vodiyda va ikkala jamoaning ham muxlislari bor. Va eng qizig'i Navbahor sog'ingan, Navbahor Toshkentga kelgandan ko'ra Andijonga borish ularga osonroq. Qo'qonda ham xuddi shunaqa bo'lgan. Va tomoni hozir baribir ikkalasining orasidagi raqobat juda ham katta. Va ikkalasi ko'z tikib turgan joy ham bitta-da, aka. Kuchli. Shu boisdan ham menimcha endi biz Neftchi Paxtakor o'yinini Super Kubokda ko'rdik. Shu boisdan ham baribir bu o'yinni his qildik-da ozgina. U bu o'yindan oldin ozgina sezdik. Nimalar bo'lishi mumkin, taxminan qanaqa. Mazasini oldi. Lekin mana bu o'yin baribir katta darajaga chiqib ketib qoldi. Masalan, 5 ta intriga sanasiz mumkin. Babayanni Namanganga qaytishi, Navbahor Andijonga dahshat-da, aka sanasiz chiqaveradi intriga. Shu